Xullas Hasanga boshdan aytganman niyatimni nimaligini. Bunaqa yurish menga to'g'ri kelmaydi. Bu yurish yaxshi emas. Bunaqa yursa ikkalamizga ham zarar bo'ladi. Menga turmushga chiqsam faqat bitta narsa so'rayman, rostini aytganda. Nima narsa? Ering javobini berganmi? Ha, bundan 2,5 yil, 3 yil oldincha javobim olgan edim. Aniqmi? Ha, voy, aniq bo'lmasam bunaqa bemalol yura olmasdim-ku. Unda yaxshi. Bo'lmasa nikoh o'qitib, bu yog'ini tezlashtiraveramiz. Nikohni o'zim hal qilaman. Yur, bu joyga kirib ovqatlanaylik. Bo'g'imlardagi og'riqlari va suyak yemirilishi sizni bezovta qilishni boshlaganmi? Og'riqlar va to'shakka mixlanishni istamasangiz kerak. Unda hoziroq harakatni boshlang. Suyaklar va suyak to'qimalarini saqlab qolish endi o'z qo'lingizda. Stop artroz bu borada eng ishonchli vosita hisoblanadi. Skelet tizimining funksional holatini yaxshilash, qo'shimcha harakatchanlikni oshirish, yemirilgan suyak to'qimalarini tiklash va oziq moddalarning so'rilish jarayonini yaxshilash aynan stop artrozning vazifasi hisoblanadi. Buyurtma bersangiz kifoya, muammoni stop artroz hal qiladi. Hoziroq pastdagi havola orqali mahsulotga buyurtma bering. Xullas, mana shu uy, meni otamdan qolgan uy. Zo'r, chiroyli ekan. Yoqdimi? Judayam. Shu bugundan boshlab mana shu uyda turasan. Zo'r. Yur, bo'lmasa sekin uy bilan tanishtirib chiqaman. Bu yerda 12 ta xona bor. Xohlagan bittasini tanlasang, o'zingniki qilib olasan. Bekzod aka, Men senga necha marta aytganman? Ayol kishi eriga palonchi pismilonchi aka, bir nima aka deb turib murojaat qilib bo'lmaydi, gapirib bo'lmaydi. Ayol eriga aka deb murojaat qilishi mumkin emas. uzr, esimdan chiqib qolyapti. Begim, sizga bitta narsa aytmoqchi edim. Nima? To'g'riroq so'ramoqchi edim. Hop. Agar yo'q demasangiz, internetingizni yoqsangiz ko'rsataman, zo'r. Taqinchoq bor. Unaqa qimmat emas, atigi 16 million ekanda. Qanaqa ko'rding uni? Mana bu taqincha. Juda chiroyli ekanda. Ha, mayli, olib beraman, arziysan. Hozir bir minut. Alo. Alo, Bekzod yaxshimisan? O'rtoq Bekzod qiladimi? Ha, tinchlikmi? Ha, bitta muammo chiqib qoldi. Biz bilan birga ishlamoqchi bo'lgan firma bor edi-yu. Kechiktirib o'qigan edi. O'shala shartnomani bekor qilmoqchi ekan. Nima? Mol kechikib ketdi. Buni ortiq kuta olmaymiz zotni. Menga qara. Raz olmaydigan bo'lsa, o'zi biladi. Kuta olmayaptimi? U tovar unga kerak. Hop, menga mana bunaqa nozlanib, bir nima qilmasin. Bo'ldi, u bo'lmasa boshqasiga o'tkazib yuboramiz. Shunaqa deysan, lekin yaxshi foyda qolardi. O'shanda 10 ming, 15 ming foyda qolardi. $10 ming bo'lsa nima qilibdi? Nima sen bugun ko'ryapsanmi bu pulni? Boshqasidan chiqarib olamiz 10-15 ming qilib. Sen ham gaplashib ko'rmading-da ular bilan. Tezlashtirib bersa bo'lardi. Boshqani ham kutib qoldi. Ha, bo'ldi aytgan shunda o'ziga masalaga mahsulot sotmayman, xo'jayin ruxsat bermadi deb qo'y. Nozlandimi? O'ziga o'zi zarar qiladi. Bo'pti, hop. Hop. Qani qayerda edi bu? Mana Zolota Gold degan profilda. Ha, bo'ldi, o'zing gaplasholmasan, o'z kartingga o'tkazib yuboraman o'sha pulni. O'zing tashib berasan. Rahmat. Bo'ldi. Hozir bilan gaplashing. Aytaveraman keyin sizga javobini. Bo'pti. Kapital holdingi xo'jayini tezroq pulim qilib beringlar dot. $15 ming qilib berishimiz kerak bugun. Qilib bermasak bo'lmaydi. Shu azingni kutib tursa bo'lardi-yu, 1-2 kunda ishini bitirib berardi u.
darrov pulini olib olish shartmidi? Bilmayman, mana bu 24-chi bo'lsa, uje so'ragan o'tib ketdi-da. 23ta qilib berishimiz kerak. Bo'pti. Kechqurun og'aynim o'zi oldingizga olib borib tashlaydi pulni degan, men mashinamni sotib beraman. Shomgacha buxgalter bilan gaplashaylik, tashib bersa shotimiz bor ozgina. Chiqmaydi o'rtoq, shotda ham pul uncha. Men olib ishlatganman uni. Bo'ldi, kechqurun berib yuboramiz, kechqurun soat 12gacha pul o'zida bo'ladi. Hali mashinamni sotuvga qo'yaman-da, pulni yechib olib borib beraman. Bo'pti, bo'lmasa hal qil, men tezorda telefon qilib bor, nima deyishni bilmayman. Borgan sari boru yomon tupikligiga kirib ketyapman nimagadir. Tinchlikmi, nima qilyapsiz? Mashinani, dokumentini qidiryapman. Topolmayman, qayerda u? Oy, u narigi xonada edi. Bor, olib kel. Tinchlikmi, nima qilasiz uni? Sotishim kerak. Hozir bittasiga srochniy 2ta pochka pul berib yubormasam, oqibati yaxshi bo'lmaydi. Ana ishim ham o'xshamayapti. Shuning uchun tezroq olib chiqqanman, sotay, pul berib yuborishim kerak. Xo'sh. Votto o'zi menga ishim juda ham orqaga tortib ketyapti borgan sari. Alo. Da. Voy. Siz yana nima telefon qilyapsiz menga? Umuman menga telefon qilmay, nima xohlayapsiz mendan? Tushunmadim. Menga boshqa qaytib telefon qilmang, ko'rin men ham tushuntira oldimmi? Hazillashmayman bilan. Iflos. Tinchlikmi? Nega baqir-chaqir qilyapsan? Bilmayman, bittasi telefon qilib uni so'raydi, buni so'raydi. Jonimga tegib ketdi, o'yin qilib, shuning uchun oxir baqirib berdim. Berman, gaplashaman o'zim, qaytib telefon qilmaydigan qilib qo'yaman. Avoy, yo'q, nima qilasiz? Asabingizni ketkizib, cho'rniga tiqib qo'yib bo'ldimmi? Arzimaydi. Agar telefon qilsa yetarsan menga. Ishdan charchab keldim, qornim ochdi, bu narsa qilib ber. Srochni cho'rniga tiqib qo'ymasam, bu iflos hayotimni dabdala qiladi yana. Qattan paydo bo'lib qoladi. Hammasi yaxshi. Choy damlab bering. Sanjarani pulni tashlab bermadinglar deyapti. Qaysi pulni? 250 ming dollar. Ne o'tkazib bermadinglar, nima qildinglar? U atkaz bo'ldi-yu. Voy. Nima? Bilmadim. O'zidan o'zi planimiz o'zgarib qoldi. Hozir boshqa rejalarimiz bor deb atkaz qildi. Ha, bu bizi bilan shartnoma qilib dogovor qildi-yu, bo'ldi, kelishuv qildi. Zo'r narx berdinglar deb turgan odamlar ne o'zidan o'zi bizdan atkaz qilib qo'yadi? Bilmadim men ham. O'shanga men ham hayronman. Hamma narsa yaxshi ketyapti-da, o'zidan o'zi, "Yo'q aka, qilmasak ham shartnoma. Hozir boshqa rejalarimiz bor" deb atkaz berdi. Ya nima bizdan arzonroq topibdimi? Yo'q. Lekin bizdan arzon aniq topmagan. Chunki men o'zim ham har kun prayslarni kuzatib turibman, eng arzonni biz sotyapmiz. Voy. Bo'lgan sari botqoqligiga kirib ketyapman boru. Minusga shunaqa qattiq kiryapman, foydaga chiqa olmayapman ham. 250 ming dollar ro'zqatdan topib beraman Sanjarga. O'zi anu kuni Elyor bilan birga hisobot qildik. Hisob kitob qilsa, bir oyda jami 300 ming dollar zarar ko'ramiz. O'ylasam 300 ming zarar. Tushunmayapman, bor nima bunaqa bo'layotganini. Hammasi yaxshi bo'lib kelyapti-ku. Ehsonni o'z vaqtida beryapsizlarmi? Zakot ajratib qo'yaman, o'z vaqtida beryapsanmi? Ha, beramiz. O'sha kelishilganda bir oyda topilgan foydadan 5% ni ehson qilib turibmiz.
Men bunaqa bo'lyapti, tushunmayman. Bo'lish kerak emas edi-yu bunaqa darajada. Mana hayronman, u kundan beri uyga pul olib kirmayapman. Sanjarga ayting. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi, salomatmisiz? Aka, men bor uzr, oldingizda xijolatdaman. Men ham chet ellik hamkorimizning gapiga ishonib qo'yib, sizga mana bu kuni qilib beraman degan edim. Hozir to'satdan atkasi qilib qoldi-da. Puldan xavotir olmang, aka, men sizga mana shu bir hafta 10 kun nari bersa 2 haftaning ichida qilib beraman, aka. Ya'ni uyni sotuvga qo'yaman-da, pulni yechib sizga olib borib beraman. Haqqingizni yeb ketmayman. Oldingizda lekin rostdan xijolatdaman, aka. Uzr, men bor qilib beraman deb qilib bera olmay qoldim. Ishonib qo'ygandim-da bittasiga. Xudo xolasa pulingiz yetib boradi, aka. Uchastkani sotmoqchimisan endi? Boshqa ilojim yo'q. Amaki, shu to'g'risi juda hozir qiyin bo'lyapti menga. Bu yoqda otam rahmatlining kreditlarini to'layapman. Uni ustiga ro'zg'or. Bu yoqda ikkita singlim ham bor. Bittasi kontraktda o'qiydi. Uni kontraktini to'lash, ro'zg'or, ham kredit to'lash. To'g'risi men juda ham ezib qo'yapti. Agar yo'q demasangiz, shu dodam rahmatlidan qolgan uyni sotsak, keyin otam haqqini olib, men kreditlarni yopsam, qarzlar to'lasam, harna menga yengil bo'lardi-da. Sal vaziyat boshqacharoq. To'g'risini aytsam, bu uyni men o'zim sotuvga qo'ydim. Bittasidan sal ishim o'xshamagan edi, kattaroq summaga qarzga botib qoldim-da, bermasam qamalib ketishim mumkin. Agar yo'q demasang, men shu uyni sotaman-da. Shundan undan qarzimni berib, tijoratdan yana ozgina yurg'izib olib, deyarli bir yarim yilda men senga bitta uy olib beraman, tengi mashina olib beraman. Boyaga kreditlarni ham o'zim yopib boraman. Prosta hozir sen agar bu uyga da'vogarlik qilib, merosni yarmini olaman deydigan bo'lsang, ana u ishlar ham o'xshamay qoladi-da, tijoratga orqaga tortib, yopilib ketib, men o'zim qamalib ketishim mumkin. O'zimda ham ayb bor-da. O'zim ishim, tashvishlarim, muammolarim sababli sizlarga vaqt ajrata olmay qoldim. Otangning kreditini o'zim yopishim kerak edi. Vafot etganda ham qarzi bo'lsa men yopib beraman deb o'zim bo'ynimga olgan edim. Esimdan ham chiqib ketibdi bu narsa. Ozgina sabr qilib tursang, men senga hammasini zo'rini qilib beraman, jiya. Sen begona emassan. Xo'p. Hozir men kechgacha sengacha bir 1000 yoki 1,5 ming dollar harakat qilib topib beraman. Endi qarni o'sha pulni yarmini olib turib, singling kontraktini yarim yilligini to'lasang bo'ladi. Keyin haligi kreditni oyma-oy to'lanadiganini 1 oyligini bo'lsa ham to'lab turgan. Yana bir 3-4 kundan keyin yo'q-yo'g'ini ko'ramiz-da. Xo'pmi? Rahmat amaki. Joning omon bo'lsin, boringga shukr. Tushunganingga rahmat. Toyir aka, bo'ldi, beraman-ku aka. Shu biror marta siz bilan ishlayotganimda bunaqa narsa bo'lmagan-ku. Yoki siz bilan oldi berdim, qolib ketgan paytda ham men siz oyog'ingizga bunday turab so'rab olmaganman, bering deb turib. Xuddi men siz pulingizni yeb ketadigan odamdek gapiryapsiz. Xo'p, tushunmayman aka, 2 hafta, 3 haftaga cho'zilib ketyapti, lekin meni aybim emas-ku. Mana men antda bittasi bilan сделка qilganman, dogovorim bor, o'shani kutib turibman, o'xshamasa meni aybim emas-ku aka. O'shani gapiga qarab turib, siz bilan men dogovor qilganman. Xo'p, aka, beraman deyapman-ku, beraman, bermayman emas, yeb ketadigan odam emasligimni bilasiz-ku. Bo'l, Toyir aka, hozir telefon qilaman. Hozir telefon qilaman aka. Hozir qilaman aka, bo'pti. Miyaga chiqadi. Alo. Farhod aka, sizmisiz? Rahmat. Ya, xabar berishmayapti aka. Ani tamojnoydan cho'ta o'tkazishmayapti. Yo, bu yerda 100% hammasi qonuniy, aka, hech qanaqa nelegallik ish bo'tgani yo'q. Bilmayman, tamojni shu paytgacha tekshirmagan, endi tekshirib qo'yapti-da o'zidan o'zi. Ha, bo'ldi aka, javobini eshitsam, men sizga sira telefon qilaman. Bo'pti, xo'p, aka, mayli. Nima bo'pti ya? Nima balo urdi mana?
hamma ishim orqaga tortib ketyapti. Borgan sari boru, nima bo'lyapti o'zi? Tushunmayapman boru. Voy, assalomu alaykum. Begim yaxshi kelyapsizmi? Va alaykum assalom. Rahmat. O'zing yaxshimisan? Rahmat. Sizga kelishingiz bilan asabingizni buzmoqchi emasman-ku, bitta savol bermoqchiman, maylimi? Qanaqa? Nega unaqa 2 kunda bir kelyapsiz oldimga? Oldin boshqacha gap gapiryotdingiz. Bir kun borsiz, bir kun yo'qsiz. Sababini bilsam bo'ladimi haqiqatda? Hazina muammolar borda, ko'chada tashvishlar ko'p. Shularni turib kela olmayapman. Ikki narigi uyda ham hazina bir ikkita problemalar bo'lib qolgan, o'shani hal qilib yuribman-da. O'tib ketadi. Nasib qilsa yaxshi bo'lib ketar hammasi. Bo'pti, yur, kiraylik, sovib ketdi o'zi ham. Men aytgan narsamni olib kelmadingizmi? U sen aytayotgan narsani hozir olib beradigan sharoitda emasman, to'g'risida. Normalniy o'zi minusga kirib, ishim orqaga tortib ketgan. Sabr qilib turgan, u bir sharoit bo'lganda olib berarman. Hozir bilmayman nimaga bunaqa bo'lyapti. Ishim juda ham orqaga tortyapti, boru. Qatta xato qildim, nima qildim o'zim ham tushunmayapman. Sinov kelganda ham yomoni kelyapti-da, lekin menga boru. Berma buni menga. Yur, kiraylik ichkariga, sovib ketdi ko'cha. Salima! Salima! Labbi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bo'l, narsalaring tez-tez yig'ishtirganda ketdi bu uydan. Kvartira topib qo'ydim, o'sha yerda turamiz. Qayerga ketamiz, tushunmadim. Bu uyni sotuvga qo'yganman dedim-ku, sotdim, o'sha bitta odam kelyapti hozir. Nima unaqa ishlaringiz orqaga ketib qolyapti? Tushunmayapman. Bo'pti, gapni ko'paytirmaylik, bo'la-qo. Ani seriozniroq odam. Uyni imkon qadar bugun bo'shatib bersang, yana ham yaxshi bo'lardi deb turib ko'proq pul beryapti. Xo'p, oladigan narsalarim ko'p edi. Ozgina qarashib yuboring, yo'qmasam tez bo'la olmayman. Xo'p. Yaxshi o'tirdik-ku. Juda ham. Rahmat sizga. Salima? Tushunmadim, kim bu? Men eriman buni. O'zing kimsan? Men sizga hammasini tushuntirib beraman. Siz o'ylaganingizdek emas hammasi. Qanaqasiga sen eri bo'lasan? Buni erimanman-ku. Aytmadimi senga? So'rachi qanaqa eri ekanman. Bu inson meni sobiq erim bo'lgan. Men bunga nikohlanib uylanganman. Qattan sen o'zingdan er yasab olsan. Sizlarning tarafda nikoh ustiga yana nikoh o'qitilar ekan. Men hali javobini bermaganman buni. Aqlli? Tushunmadim. Siz menga 3 yil oldin xayr deb ketib borgandingiz. 3 yildan beri siz bilan ko'rishmadim, yashamadim. Bu nima deganingiz? 3 yil yashamagandan keyin qanaqasiga nikoh bo'lishi mumkin? Men sizdan ajralganman. Men sizga hammasini tushuntirib beraman. Rostdan aytmayman, bu inson meni erim emas. Bularning gapiga ishonmang. Menga bu inson xayr deb ketib borgan bo'ldi. Men undan keyin qancha harakat qildim yarashish uchun. Qancha oldinga bordim. Men sizdagi odam bilan baribir yasholmasdim. Mana endi bildim seni asl yuzingni. Xayf senga oila. Javobingni berishimni xohlayotganding? Berdim senga javob. Baxtli bo'linglar. Qattan paydo bo'lib qoldi bu. Mani ko'zimga ko'rinma. Sen bu narsani bilib turib meni aldading-a? Nimaga ishlarim orqaga ketyapti desam, seni kasofatingga deb bo'tgan ekanda hammasi. Xayr degani bu javobingni berdim degani emas-u. Unaqa emas. Siz meni eshiting. Minglana sen uchratgan kunimga. Shuncha paytdan beri sen bilan er xotinman deb zino qilib yurgan ekanman-da. Ko'zimga qaytib ko'rinmagan bu narsa qilib qo'yishim mumkin. Yo'qol. Men o'zim ahmoqman. Surishtirmasdan, qiziqmasdan, hamma narsaga ko'z yumib, to'g'ri kelganiga shundoq nikohlanib uylanib ketaverdim. Bunchalik ablah odam ishini qilasan deb o'ylamagandim lekin.
yaxshi bunaqa yashaganingdan ko'ra. Men nima qilishim kerak deb tushundim. Qattiq xato qildim. Xullas aka shunaqa gaplar. Ayolni javobini bermagan ekan u yeri. Uni kasofatiga bo'lib, hamma narsamdan bir vaqt o'zida ayrildim. Men uni nikoh o'qitib uylanganimdan keyin halolim, mani xotinim deb u bilan xotin bo'lib yurgan edim. Boshida tushunmadim nima barakam bunchalik orqaga tortib ketayotganini. Nima bunchalik minusga kirib ketayotganimni, qattiq xato qilganimni umuman bilganim yo'q. Keyin bilsam, uni yeri javobini bermagan ekan. Men bo'lsa Alloh kechirsin. U bilan zino qilib yurgan ekanman. Mayli, shunaqa bo'lish kerak ekan bo'pti. Hamma narsani hikmati bor. Boshing devorga teggan bo'lsa, bu ham bitta dars bo'lganda senga. Oladigan ham, beradigan ham Alloh. Oldin bergan bo'lsa, yana beradi. Ajjan yo'lga tushib qolganing yo'q-ku. Boshqa uying bor. Mashinang ham bor boshqa. To'g'ri yursang, hali hammasi bo'ladi. Lekin bunaqa noto'g'ri yurish bo'lsa, bundan battar bo'lishi mumkin. Senga maslahatim ukam, xotinni ko'paytirguncha, anu akendan qolgan yetimjonlaringga qaragin. Ana o'shani savobi ko'proq. Ularni boshini silib, ularni kelajagi uchun sharoit yaratib ber. Agar yana shu ishga qo'l urmoqchi bo'lsang, obdon o'rganib, bilib, surishtirib keyin qilgan bu ish. Shuni unutma ukam. Hozirgi ko'p ayollar sen o'ylaganchalik ilmli ayollar emas. Pulli desa, xohlagan narsasini qilib, xohlagan gapini gapiradi. Ahmoqlik qildim. Boshqa bunaqa ahmoqlik qilmayman.